Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer usulida yechish. Dastlab chiziqli tenglamalar sistemasi haqida umumiy tushunchalar bilan tanishamiz. Ma'lumki, bir nechta tenglamalar birgalikda qaralsa, ularga tenglamalar sistemasi deyiladi. Tenglamalar sistemasidagi hamma tenglamalar chiziqli, ya'ni birinchi darajali bo'lsa, bunday tenglamalar sistemasiga chiziqli tenglamalar sistemasi deyiladi. Quyidagi tenglama 3 o'zgaruvchili 3 tartibli chiziqli tenglamalar sistemasidir. Demak, bu yerda x1, x2, x3 noma'lumlar, a1, a2, a3 va hokazo koeffitsiyentlar esa noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlar hisoblanadi. Tenglamalar sistemasidagi noma'lumlar o'rniga ma'lum sonlar majmuini qo'yganda, sistemaning hamma tenglamalari ayniyatga aylansa, bunday sonlar majmuiga tenglamalar sistemasining yechimi yoki ildizi deyiladi. Tenglamalar sistemasini yechishning bir necha usullari mavjud. Ana shu usullardan bittasi Kramer usuli haqida gapirmoqchimiz. Demak, bizga quyidagi ko'rinishdagi tenglamalar sistemasi berilgan bo'lsin. Bu yerda x, y, zlar noma'lumlar, qolgan harflar, ifodalar esa ularning koeffitsiyentlari hisoblanadi. D1, D2, D3lar esa ozod xatlar hisoblanadi. Kramer usulida tenglamalar sistemasini yechish uchun birinchi D bilan belgilangan asosiy determinantni hisoblab olishimiz kerak. Bu yerda D x, y, z noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlardan tuzilgan determinantdir. Bu determinantimizni hisoblaganimizdan keyin ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqichimizda demak determinant hisoblashni mana bu yerda alohida qanday qilib hisoblashni ham keltirib o'tyapmiz. D asosiy determinantimiz. Qiziquvchilar bo'lsa, bizning birinchi darsimizda determinant hisoblashning turli usullari haqida gapirilgan edi. Demak, asosiy determinantni hisoblaganimizdan keyin x barobar dx taqsim d. Bu yerda d ni hisoblab olgandik. Dx nima edi? Dximiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, asosiy d determinantning birinchi ustunidagi elementlar olib tashlangan, ya'ni a1, a2, a3 elementlari olib tashlangan, uning o'rniga ozod xatning mos elementlari kelib joylashyapti. Ya'ni d1, d2, d3. Shu tariqa biz yangi dx determinantni hosil qilyapmiz. Va bu determinantni hisoblab, asosiy determinant bo'lgan d ga bo'ladigan bo'lsak, x noma'lumni topib olar ekanmiz. Xuddi shunday tartibda y va z noma'lumlarni ham hisoblaymiz. Demak, y'imiz dy taqsim d ga teng. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkinchi ustundagi elementlar olib tashlanib, ozod xat elementlari joylashtirilyapti va yangi dy determinant hosil qilinyapti. Buni ham asosiy determinant d ga bo'lib, y noma'lumini topib olamiz. Keyingi noma'lumimiz z. Zda endi uchinchi ustundagi elementlar ozod xat elementlari bilan almashtirilyapti. Va bunda ham asosiy determinantga bo'lib z noma'lum topib olinyapti. Biz ishlatmoqchi bo'lgan formula va tushunchalarimiz mana shulardan iborat. Endi bitta misol ko'ramiz. Demak, birinchi misol. Quyidagi tenglamalar sistemasini
Kramer formulasi bilan yeching. Demak, bizga berilgan x1 plus 2x2 plus x3 barobar 8. 3x1 plus 2x2 plus x3 barobar 10. 4x1 plus 3x2 minus 2x3 barobar 4. Bu yerda biz ozod xatlarni alohida belgilab qo'ydik, chunki ozod xatlardan yordamchi determinantlarni topishda foydalanayotgan edik. Birinchi, noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlardan asosiy determinantimiz D ni hisoblab olamiz. Demak, noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentimiz birinchi satrda 1, 2, 1, ikkinchi satrda 3, 2, 1, uchinchi satrda 4, 3, minus 2. Asosiy determinantimizni hisoblasak, natija 14 ga teng bo'ldi. Ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqichda dx determinantimizni hisoblaymiz. Demak, dximiz asosiy determinantdagi birinchi ustunni elementlarini ozod xat elementlari bilan almashtirdik. Va shuning uchun buni ham alohida belgilab qo'ydik. Demak, asosiy determinantimizni birinchi ustunni 8, 10, 4 bilan almashtirib oldik. Yangi determinant hosil bo'ldi. Bu determinantimizni hisoblaganimizda ham natija 14 ga teng chiqdi. Uchinchi ishimiz dy ni hisoblash. Dy'imiz demak asosiy determinantdagi ikkinchi ustunni ozod xat bilan almashtirilgan yangi determinant hisoblanadi. Bu determinantni hisoblaganimizda natija 28 ga teng bo'ldi. Xuddi shu tariqa dz ni ham hisoblaymiz. Demak, bu yerda uchinchi ustun elementlarini ozod xat elementlari bilan almashtirdik. Natija 42 ga teng bo'ldi. Demak, yuqorida ko'rishingiz mumkin. Bu yerda x1 ni hisoblayapmiz. x1imiz dx ni d ga bo'lganda natijani olganmiz. Bu yerda 1 ga teng. y1imiz esa dy taqsim d ga teng. Xuddi shunday z ni hisoblaymiz. 42 taqsim 14 bu barobar 3 bo'lar ekan. Ikkinchi misol qaraymiz. Berilgan tenglamalar sistemasini Kramer usulida yeching. Demak, bizga tenglamalar sistemasi berilgan. Birinchi bosqichda delta bilan belgiladik. Endi bu yerda ba'zi bir kitoblarda delta asosiy determinant, d1, d2, d3 lar esa yordamchi determinantlar sifatida ham qaraladi. Asosiy determinantimizni hisoblaganimizda qiymati 1 ga teng chiqdi. Keyin delta 1 ga o'tyapmiz. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin, delta 1 da birinchi ustunning elementlari asosiy determinantdagi 2, 1, 1 bilan almashtirilyapti. Ya'ni ozod xat elementlari bilan. Qolgan ustundagi elementlar o'zi yozilyapti. Buni hisoblaganimizda -9 ga teng bo'ldi. Delta 2 da e'tibor bersangiz, asosiy determinantning ikkinchi ustun elementlari ozod xat elementlari 2, 1, 1 bilan almashtirilyapti. Va buning natijasi -10 ga teng bo'ldi. Xuddi shunday delta 3 da uchinchi ustunni ozod xat elementlari bilan almashtirilyapti. Buning qiymati 13 ga teng. x1 delta 1 taqsim delta, ya'ni -9 delta 1 edi. Asosiy determinantimiz 1 ga teng edi. Demak, javob -9. Asosiy determinantimiz 1 ga teng bo'lgani uchun buning noma'lumlar qiymati ham o'sha delta yordamchi determinantlar mos ravishda qiymatiga teng bo'lyapti. Shuning uchun x2imiz -10, x3imiz 13 ga teng. Eslatib o'tamiz, tenglamalar sistemasini yechimini aniq topilganini tekshirish uchun uning qiymatlarini topilgan x1, x2, x3 larni asosiy birinchi berilgan tenglamaga qo'yib ayniyatga aylanishini tekshirib ko'rsak, biz o'zimizni tekshirgan ham hisoblanamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.